Assalomu alaykum hammaga, yangi videoga xush kelibsizlar. Mana 1 yil davomida video yuklamagan bo'lsam ham, men investitsiya qilishdan to'xtaganim yo'q. Chunki oldingi videolarimda aytib o'tganimdek, men uzoq muddatga investitsiya qilishni afzal ko'raman. Ya'ni men trader emasman. Bugun aksiya sotib olib, keyingi haftaga yo keyingi oyga yo ertaga sotib yuborgani va uzoq muddatga investitsiya qiladigan bo'lsangiz, sizni qancha summada investitsiya qilishingizdan ko'ra ko'proq qancha muddatga yoki bo'lmasa qancha muddatda investitsiya qiladiganingiz muhimroq bo'ladi. Ya'ni qancha investitsiya qilishni vaqtliroq boshlasangiz, sizda kelajakda daromadingizni ko'paytirishga shuncha imkoniyatingiz oshgan bo'ladi. Shuning uchun men investitsiya qilishda to'xtaganim yo'q. Va ushbu videoda bugun sizlarga qaysi aksiyani sotib olayotganim va nima uchun o'sha aksiyani sotib oladiganligim haqida gapirib o'tmoqchiman. Endi shu joyda bitta narsani eslatib o'tib ketmoqchiman. Ushbu videoda va boshqa videolarimda aytib o'tadigan gaplarim bu sizlarga hech qanday moliyaviy maslahat emas. Faqatgina o'zim bilganlarimni sizlar bilan ulashyapman va hech qachon internetdagi ko'rgan birorta odamlaringning gapiga kirib biron bir aksiya sotib olmang yoki bo'lmasa aksiya sotib yubormang. Har doim biron bir qaror qabul qilishdan oldin o'zingiz izlanib ko'ring va sizga o'sha qaror ma'qul bo'ladigan bo'lsa, aksiya sotib olish yoki sotib yuborish. Keyin o'sha narsani qiling. Xo'p, endi mavzuga qaytadigan bo'lsak. Oxirgi videolarimda bittasida aytib o'tganimdek, men shu ma'lum bir kompaniyalarni aksiyalarini bittalab sotib olgandan ko'ra, misol uchun Tesla kompaniyasi, Nvidia, Apple, Amazon kompaniyalarining aksiyalarini bittalab sotib olgandan ko'ra, shu hamma aksiyalarni bir vaqtni o'zida sotib olishni boshlaganman. Va siz aytishingiz mumkin, buni ilojisi bormi deb? Ha, ilojisi bor va bu aksiya bozorida bu instrument nomi ETF deb nomlanadi. Agar ETF haqida bilmasangiz, bu haqida to'liq video chiqarganman. Shu joyda linki bor, o'tib ko'rishingiz mumkin. Lekin qisqacha tushuntirganda aytaylik, mevalar, misol uchun banan, olma, nok, anor, o'sha mevalar har bittasi bitta kompaniyani aksiyasi deyishingiz mumkin. Endi bozorga borsangiz, shu savatlarda mevalar sotiladi. Bitta savatning ichida turli xil mevalar bo'ladi va siz o'sha savatni sotib olasiz va savat bilan birga o'sha mevalar keladi. Bizning holatimizda ham ETF ni xuddi o'sha savat deb o'ylashingiz mumkin va siz o'sha narsani sotib olganingizda savatning ichida turli xil kompaniyalarning aksiyalari keladi, ya'ni turli xil mevalar. Bu ETF ham xuddi shunday ishlaydi. Har xil ETFlar bor va har xil ETFlar o'zining ichiga turli xil aksiyalarni oladi va siz o'zingiz tanlashingiz mumkin qaysi ETFga investitsiya qilishni. Misol uchun men investitsiya qiladigan ETFimni ichida adashmasam 3700 dan ortiq aksiyalar bor va bu aksiyalar nafaqat Amerika kompaniyalari, Yevropa hamda Osiyo mamlakatlaridagi aksiyalarni ham o'z ichiga oladi. Ya'ni ko'p diversifikatsiya qilingan ETF. Va diversifikatsiya investitsiya qilishingizda juda ham muhim narsa. Chunki bilib bo'lmaydi, misol uchun 1 yilda moliya sohasidagi aksiyalarning narxi tushib ketishi mumkin, lekin o'sha yilning ichida aytaylik neft va gazga doir bo'lgan aksiyalarning narxi oshib ketishi mumkin. Endi siz faqatgina moliya sohasidagi aksiyalarni sotib olgan bo'lsangiz, siz o'sha yilda pul yutqazadigan bo'lasiz. Lekin siz ETF ga investitsiya qiladigan bo'lsangiz, aytaylik moliya sohasidagi aksiyalar narxi tushsa ham, sizda boshqa sohadagi aksiyalaringiz ham bo'ladi o'zingizning portfoliyongizda. O'shaning natijasida siz pul yo'qotmaysiz yoki bo'lmasa juda ham kam miqdorda pul yo'qotadigan bo'lasiz. Va ushbu diversifikatsiya ETFlarga investitsiya qilishimga bitta sababchilardan bittasi. Va ikkinchi sababchisi bu aytib o'tganimdek, men uzoq muddatga investitsiya qilishni afzal ko'raman, ya'ni keyingi 10 yil, 20 yil yoki bo'lmasa nasib qilsa 30 yilga va uzoq muddatda ETFlar har doim yoki bo'lmasa ko'p holatlarda bittalab aksiya xarid qilganingizdan ko'ra ko'proq daromad keltiradi
va umuman olganda xavfsizroq bo'lgan investitsiya turi. Va uchinchi afzalliklardan bittasi bu men uchun, ya'ni men shu investitsiya bozoriga kirib har bitta kompaniyalarni analiz qilib chiqishga meni vaqtim yo'q va u narsa qilmoqchi ham emasman. Shuning uchun faqatgina ETF sotib olaman. Bir oyda shu oyligim tushadigan bo'lsa, oyligimdan bir qismi shu ETF ga ketadi, brokerage accountimga. O'sha aksiyani sotib olaman, bo'ldi. Shu bilan qaytib qaramman, keyingi oy yana sotib olaman. Endi siz agar bittalab aksiya sotib olgan bo'lsangiz, har bitta aksiyangizni ko'rishingiz kerak, qanaqa bo'lyapti, nima bo'lyapti, bankrot bo'lgan yo'qmi kompaniya, shunga doir. Xo'p, endi hozir sizlarga qaysi ETF ni sotib oladiganimni ko'rsatib o'taman. Buning uchun Google ga kelib turib, misol uchun Just ETF deb qidirsalaring, shunaqangi veb sahifa kelib chiqadi. Shu yerdan siz ETFlarni qidirib topishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerga bosamiz va bu yerdan qidirib ko'ramiz. Men investitsiya qiladigan ETF ni, uni nomi yoki bo'lmasa ticker simboli VWCE deb ataladi. Vanguarddan. Xo'p, bunga kiramiz. Bu yerda shu men sotib oladigan ETF ni nomini ko'rishlaring mumkin. Juda ham uzoq nomi, lekin ticker simbolini eslab qolsalaring bo'ladi. VWCE. Bu yerda ma'lumotlarni ko'rishlaring mumkin. 2019-yildan beri ishlaydi va ushbu ETF ni ichida hozirda 3739 ta kompaniyalar yoki bo'lmasa aksiyalar bor ekan. Endi pastroqqa tushamiz. Bu yerda ko'rishimiz mumkin oxirgi, misol uchun 5 yil davomida qanaqangi o'sib kelyapti. Va ko'rganlaringdek oxirgi 5 yil ichida deyarli 71% ga aksiyaning narxi oshgan. Bu albatta yaxshi natija. Endi pastga tushadigan bo'lsak, bu yerda ushbu ETF ni top 10 ta aksiyalarni ko'rishlaring mumkin. Va bu yerda Nvidia, Apple kompaniyasi, Microsoft, Amazon, Google, Tesla shu kompaniyalarni ko'rishlaring mumkin. Va ko'rganlaringdek, misol uchun 4,5% plus Nvidia kompaniyasi ketar ekan, 4% plus Apple kompaniyasi ketar ekan. Va o'ng tomonda ko'rsalaring countries, ya'ni davlatlar, qaysi davlatlardagi aksiyalar yoki bo'lmasa kompaniyalar ushbu ETF ni ichida. Ko'rganlaringdek yarmi Amerikada, lekin qolganlari, misol uchun Yaponiya, Tayvan, Koreyada va boshqa davlatlarda, misol uchun Buyuk Britaniya, Kanada, Xitoy, Shveysariya, Germaniya shunga o'xshagan. Menga shunisini afzal ko'raman, chunki faqatgina Amerikadagi kompaniyalarni ETF aksiyalarini sotib oladigan bo'lsangiz, bilib bo'lmaydi. Bir kun emas, bir kun balki Amerikani iqtisodiyoti qulashi mumkin. O'shanda misol uchun Xitoyni iqtisodiyoti rivojlanib ketishi mumkin. Shuning uchun diversifikatsiya qiladigan bo'lsak, shu davlatlarni ham menimcha uzoq muddatda bizga ancha foydali bo'lgan bo'ladi. Undan keyingisi qaysi sektordagi aksiyalar bor bu yerda? Asosiysi texnologiya, undan keyin moliya sohasidagi va boshqalarni ko'rishlaring mumkin. Va bu yerda performance ko'rishingiz mumkin, ya'ni oxirgi yillarda bu aksiya yoki bo'lmasa bu ETF qancha daromad keltirdi. Ko'radigan bo'lsak, misol uchun oxirgi 5 yillikda aytib o'tganimizdek 71%, oxirgi 3 yilda 62%, oxirgi 1 yilda 23%. Ko'rganlaringdek, odatda har yilda o'rtacha hisobda sizga 10-11% daromad keltirishi kerak bu ETFlar. Xullas, men mana shu VWC ETF ni sotib olishda davom etyapman har oyda va ushbu VWCE ETF Interactive Brokersda mavjud va Interactive Brokers orqali sotib olyapman buni. O'zbekistondan turib olish mumkinmi yo'qmi bilmadim, lekin tekshirib ko'rsalaring xursand bo'lgan bo'lardim. Komment qismida yozib qoldirsalaring, shu Interactive Brokersdan topoldilaringmi shuni, menga ham boshqalarga ham foydali bo'lgan bo'lardi.
Xo'p, o'ylaymanki, ushbu video sizlarga foydali bo'ldi. Foydali bo'lgan bo'lsa, bundan juda ham xursandman. Keyingi hafta yakshanba kuni ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.